Assalomu alaykum buqa ishqibozlari. Bugun 22-fevral hafta kuniga yakshanba Chus chorva bozoridamiz. 2026-yilgi holatga bo'lyapti hozir. Shu video. Hop, 26 million oyog'iga so'ralyapti, 59 mingdan taroziga so'ralyapti mana shu buqa. Yaxshi, endi buni ko'rsataylikchi. Buqani zo'r betdi ekan, o. Aka, mana shuni ovoraylik, yondan. 59 mingdan oldim men uni tabaqqa. 59 mingdan bo'lyaptimi kiloga? 59 mingdan kiloga. Oyog'iga qancha so'rab turishiga? 31 million. Zo'r. Turishiga 31 million so'ralibdi. 31 million aka. Shu orqasida ko'rsataylikchi. O'zimisiz aka, jichi turib qolganim uchun so'rayapman. Aka. Hamdun aka. Hali savdosi bitmadi. Qaysin savdosi bo'lyapti ekan akalar? Shunimi qancha bo'lyapti? 35 million 500. Ha, 30 million 500 ming. Hozirgi buqa bilan chipcha farqi bor ekanda. Ha, savdosi bo'lyapti. Orqasidan ko'rsataylikchi shuni, aka. Solishtirib ko'ringlar mana. Bunisi. Buni bilmadingizmi akalar? Buni kim biladi? Hech kim bilmas ekan. O sotildimi? Qanchaga sotildi? 31 million 30 million 750 ming. 30 million 750 ming. 250 mingkami? 31 million. Yaxshi, barakasini bersin. Bular kimdan ekan bular? Bilmaysizlar? Mana shu savdosi bo'lyapti shekilli o'zi. Qancha bo'lyapti akalar? 30 million so'm. Bunisi kimdan ekan bunisi? Egasi yo'q. Sement aldi, savdosi bo'lyapti 30 million. Yog'liq. Yog'liq deyilyapti-yu. Aka, birortasi narxini bilmaysizmi mana ular? Yo'q, bularni taroziga tortib berdi shekilli. Taroziga egalarini topganimiz zo'r bo'lardi. Bu akalar, mana ular narxini bilmaysizmi? Qaysidir birini? Bular egalarini ham, narxini ham bila olmayapmiz. Bog'lab sotib chiqib ketilavergan. Hozir o'zi bu yoqda bir 7-8 ta buqa qolibdi xolos. Aka, mana uni narxini bilmaysizmi yo egasini? Buni ham bila olmadik. Bunisini ham bila olmadik. Endi katta bu kichkinaroq boqma buqalardan so'raymiz. Katta buqalarni tugatamiz. O'shda hali ham savdosi bo'lyapti. Birinchi ko'rsatganimiz. Buni qancha savdosi bo'ldi aka? 19. Oz bo'lyaptimi hozir? Nam tidmi? Oh. Yaxshi. 19 million savdosi bo'lyapti. Oma olgan odam yalchir ekanda, zo'r ekan. Zo'r ekan buqa. O'ta enli. Yaxshi buqa ekan, ham uzun. Qoch turchukka mana shuni yondan ko'rsataveraylik. Kichkina bo'lgani bilan kelajagi bor ekanda, ama zo'r ekan buqa. Chorva plus. Amak, siznikini qanchaga so'radi? Assalomu alaykum. 20 million 500 ming, ha. Tillar ham chaynalib ketyapti.
Oldingizmi aka? Qancha bo'ldi? Uni bo'g'ozmi bu? Qochmagan o? 13 million. Bunajnak 13 million. Bu savdosi bo'ldimi buni? Qancha bo'lyapti? 20 million. Bular savdolashmayapti akalar, shunday o'zlari. 20 million. Mana shuni ham ko'y. A? Va, tushib qoldi o'sha videoga va. Aka qancha savdosi bo'ldi buni? Salom. Yaxshi narx qilibdi lekin hozir birinchi shuni ko'rdim balandroq narxni. Mana shu orqasidan bitta ko'rsataylik. O'zi ham sifat ekanda, lekin bu urib qo'yilganmi yo? Mana desak-a. Dehqonchilikmi? Aha. Nomer shart emasmi yo qo'yaveramizmi? Nomer qo'yamiz, shart emasmi? Shart emas o. Sotilib ketadi bu. Bozordan chiqmay sotilib ketadi. Chorva plus. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Aka, assalomu alaykum. Tuzimisiz, yaxshimisiz? Qancha bo'ldi savdosi buni? 19,5. Yaxshi. Dehqonchilik-a? O'zingizniki bor. Aha. Nomer shart emasmi? Telefon nomer. Bu qancha bo'pti ekan? Oldingizmi yo sotishganmi? Sotaman. Nech pul qildi buni? 15. Yaxshi. Xo'p. Nargini bo'yi 1.15 plus, 1.20 ga ham qarab ketib qoladi. Bu ham shunaqa 1.20. Bu 1 metr plus. O, shuni bo'layotganida borganmiz. So'rash kerak edi, ketib qoldi-da. Mayli. Xo'p. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz ha sotib yubordingizmi o'tgan safargina, o'tgan haftadagina? Sotdik. Zo'rida o'sha. Hali ikkita 30 necha millionga ham so'raytiruvdi, 31 gami? 150 mingga, bittasini 15,5 ming. Ha, yaxshi. Bu safar ham zo'rini olib chiqibsiz-ku? Qancha qildi savdosi buni? 16 qilyapti. 16. Yaxshi, barakasini bersin. Savdoyingiz bersin aka. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aytib yuboring narxini endi qanchadan bo'ldi bular? 19 dan kami bor. Qancha savdosi bo'ldi? 33,5 qilyapti. Jupi 33,5 ha? Nomer shart emasmi? Qo'yaveramizmi? Shart emas ha? O, buni qancha savdo qildi? 17. Assalomu alaykum. Yaxshi. Chorva plus. 17 million bo'yi, 1.15 atrofida. Aka, yaxshimisiz? Charchamay, sog' salomat sotyapsizlar, ha? Charchamasdan. Qancha savdosi bo'ldi aka buni? Buni savdosi aka 18,5. 18,5. Yaxshi. Buni-chi mana buni? Qancha savdo qildi aka buni bozor? 17 million 200. Narga 18,5. 17 million 200, bu 18,5. Uzungina ekan bu. Ha, buqa qilib boqib olaman deydigan akalarga mana shunaqalarni tavsiya qilamiz mana. Bo'ladiganlar. Keyin mana bu kichkina ham yaxshi ekan. Bu kimdan ekan kichkina? Olindimi bu? Yo savdo bo'lyaptimi? Ya, buni olinglar deyapsizlarmi? Qancha bo'lyapti bu savdosi? Buni 15 million qilyapman uka. 15 millionga bermayapti. Bervaring 15 millionga. Tuzukroq oling mana shu ukamni. Ya, molni olaylik, molni. Molni oling 15 million deyapman uka. 15 million qilinyapti mana shu molga. 1.15 ga borib qoladimi ekan, yana bilmadim. Bo'yi ko'zimga rosa uzun ko'rinyapti. Chiqadi ham menimcha. Yaxshi. Salomat bo'linglar. O, uka, bu qancha bo'lyapti bular? 20 kami bor. 20 kami bor. Bozor savdo qildimi? Ha, qildi. Qancha qildi? Sir bo'lmasa aytib yuborchi obunachilarga. 16. Buni 16 qildi. Buni ham shunaqami?
16dan qilibdi mana. 16dan bo'pti. Berilmayapti. Ama Qirg'iz paroda, Qirg'iziston paroda shved. Lekin o'zimizda mesni shvedlardan bo'lsa kerak. Pechat-mechati yo'q-ku. Endi parodasi Qirg'iziston paroda deyiladi ama. Aka, bular qancha qildi savdosi? Assalomu alaykum. 28. 27 jupi, ha? 27,5, 28 savdosi bo'lib turibdi ekan mana. O'zimizda mesni parodalar. Nomer shart emasmi, qo'yamizmi yo? Shart emas, ha? Yana qayerdadir juda go'zal savdo bo'lyapti. Aka, qancha bo'lyapti savdosi? Hozir bo'lib turibdimi shu topda? 14,5. Bu tuki ajoyib ekanda mana. Bu akalar qancha bo'lyapti savdosi buni? 14 milyon 600. Qani? Chorva plus. YouTube'dan chiqadi. Chuz pop mol bozor deb yozsalar chiqaveradi. Ha. Ya o'sha Instagramda o'sha rasm tagida YouTube silkasi ham bor. Shuni o'tib ko'raverasiz. Ha, hozir pauza qilib turaylik. Xo'p. Qani? Mana shu buqani mana bitta ko'rsatib qo'yaylik akalar. Boshqatdan aylantirib o'ta go'zal. Har tomonlama kelgan. Uzunligi, bo'yi, orqalari, eni hamma tomoni kelgan ekan. Agar kim novoz boqaman degan bo'lsa, mana shunaqa buqalarni men o'zim tavsiya qilaman. Men qolganlar fikr qanaqa bilmadim. O'sib ketadi xudo xolasa, lekin o'ta enli. Aka, qanchaga savdosi bo'ldi buni? İtalya 18 bo'ldi, 19 ham bo'ldi. Oxirgi. Go'zal. Yaxshi. Savdoingiz bersin aka. Nomer qo'yamizmi, shart emasmi? Qo'yaveraylik, ha? Ayting bo'lmasa. 94lik. 026 67 77. Qaydansiz aka? Toshqo'rg'on. Mana sal nariroqda. Toshqo'rg'ondan ekan akamiz. Agar kimga mana shu buqa yoqqan bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqib, mana shu akamiz bilan gaplashaverasizlar. Ammo buqa zo'r ekan. Boqaman deydigan akalarga. Aka, buni qancha qildi bozor? Assalomu alaykum. Boshladik. Endi boshlandimi? Qancha savdo bo'lyapti aka? 13,5. 13,5. Yaxshi, bozor ancha tashabdi. Bozor yaxshigina tashabdi. 13,5. Bularni 13,5 ga umuman bermasdi. Shep, qancha savdosi bo'lyapti buni? 16 million. Yaxshi, bu baquvvatroq ekan lekin 16 million. 16 million bo'lib turgan buqa. Xo'p, tez olib ketaveramiz. Bular qanchadan qildi aka savdo? Hech kim so'ramayaptimi. Bugun paso bozori. Yaxshi. Nomer qo'yamizmi, shart emasmi? Shart emas. Hali so'rashmabdi bu buqalarni. Kichkinaroqlardan ko'rsatamiz. Savdosi bo'ldimi aka? Bo'lmadimi? Kichikroqlariga o'tamiz bo'lmasa. Savdo qildimi? Qancha? 11,5. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Nomer qo'yamizmi, shart emasmi? 94lik. 174 55 78. Manzil qayerda aka? Shahidon. Demak, bundan bilamizki, uyda serob. Qancha savdosi bo'lyapti akalar? Assalomu alaykum. Sizmisiz? 11,700 qilishyapti. Bunisini 11,700. 12,5 bermadi. 12,5 ga berilmagan buqani 11,700 qilib turibdi mana. Yaxshi. Bozor past. Bo'ladi, arzonchilik bo'lsin lekin ama. Bu yog'i ham bor. Hamma olib boqsin, vallahi. Salomat bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar akalar.